Sulton masjidi oldidagi kanatga keldik. Ketyapmiz bag'da. Istanbul katta bo'lsa yetadi. 42 lira bu degani 10 ming hisobida. Shunaqa Istanbul karta ishlatib yuraverasizlar. Metro deydi, tramvay deysizlar, hammasiga bor. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsam. Şapur şupur beni öp, çıtır çıtır beni ye. Onlar acı ben tatlı. Benden başka 5 million undan ham ozroq tepaga chiqish vaqti. Maslahat beraman, mazza qilasizlar agar qo'rqmasalaring, chunki buni pasti qabriston ekan. Agar shu qabristonni ko'rib qo'rqmayman desalar, yaxshi maslahat beraman, kelinglar. Maşallah, juda go'zal manzara. 18'lik dediniz ki nazarga keldi. Maşallah, shu tepalikqa chiqqandan keyin juda go'zal manzara ko'rinar ekan. Maslahat beraman, kelinglar. Hatiga 42 lira, bu 12 ming degani tepalikka chiqish, ammo arziydi. Maşallah. Juda go'zal. Bu Yevropa tarafi, Osiyo tarafi ko'rinmaydi, chunki Osiyo orqada qolgan. Yuqorimizda Galata ko'lasi, Sulaymaniya, Aya Sofiya uzoqdan ko'rinib turibdi qurilishlari. Haliç Köprüsü. Haliç Köprüsü nergi tomoni? Manzarani ko'rib yurganlarda mana bunaqa chiroyli qahvaxona bor. Bu qahvaxonada o'zingizga choy olib, xohlasangiz qahva olib, bunday chiroyli go'zal manzarani tomosha qilib o'tirishingiz mumkin. Juda go'zal. Mashalloh. Zaten tilak. Gobaylarını sıratırıp. Şurada manzaraga qarab, mana aslında şöyle Maşallah, maşallah. Bu joyga vaqtliroq kelishga harakat qilinglar. Agar jichcha kech kelsalaring, odam shunday ko'payib ketadi. O'zi soat 9 bo'ldi, 9:30. 9:30da odamni qarang, ochiruv juda ko'p. Iloji boricha bu joyga juda vaqtliroq kelishga harakat qilinglar. Vaqtli kelsaling, tepada biz choy ichgan joyimizda qahvalti ham qilay, ya'ni nonushta. Qahvalti qilib ketishlaring ham mumkin. 9'da kirganimizda hech kim yo'q edi. 9:30 kirib ketdi. Iloji shu 8:30da hisobini olib kelsalaring, hech kim bemalol chiqib, o'tirib, rasm-pasmga tushishlaring ham yaxshi. Hozir Istanbuldagi Topkapıdan keyin kirishingiz kerak bo'lgan ikkinchi eng yaxshi joy bu Hayb al-Ansoriyda qabrlari va masjidlari. Sulton jamisiga ham kelib qoldik. Shunday katta kenglik kelib, bu yerda o'tirishlar ham mumkin. Katta ko'p ekanda, ha, katta Girish yo'q. Bismillahirrohmanirrohim.
Mashallah, bu ham chiroyli aka. İmamlarda uyuda oturduğun yer. Dam olacak. Hocalar gibi namaz kılıyor. Abu Ayyub al-Ansoriy asli ismi Xolid ibn Zayd bo'lib, u 576-yil tavallud topib 674-yili vafot etgan. Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning eng yaxshi ko'rgan, eng yaqin sahobalardan biri va Madinadagi ansoriylarning ulug'laridandir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlarida ularning tuyalari aynan Abu Ayyubning uyi oldida to'xtagan. Payg'ambarimiz Masjidul Nabaviy qurilgunga qadar 7 oy davomida shu xonadonda yashaganlar. Ayyub al-Ansoriy Badr, Uhud, Handoq va islom tarixidagi barcha yirik janglarda qatnashgan. Abu Ayyub al-Ansoriy juda keksa yoshida, taxminan 90 yoshdan oshganda Konstantinopol, hozirgi Istanbul qamalida qatnashgan. Qamal paytida xastalikdan vafot etganlar va o'z vasiyatlariga ko'ra Konstantinopol devorlari yaqiniga dafn etilgan. Konstantinopol fath qilingandan so'ng Sulton Muhammad Fotih sahoba Ayyub al-Ansoriyning qabrini topishni niyat qiladi. Qabrni topish vazifasi sultonning ustozi buyuk mutasaffir va olim Oqshamsiddinga topshiriladi. Oqshamsiddin hozirgi Ayub tumani hududida bir joyni ko'rsatib, sahobaning qabri shu yerda ekanligini aytadi. Qabr topilgach, Muhammad Fotih darhol sahobaning qabri ustiga mahabatli maqbara tiklanishini, maqbara yonida bir jami masjidi qurilishini, bu 1458-yilda qurib bitkazilgan Ayub Sulton masjididir. Rasululloh Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning soqollari ekan. Bunisi soqollari ekan. Mashalloh. Ichim g'alatib ketyapti. Arazi mutaharrikini bexasar ro'za. Peygamber Efendimiz'e yoksa kirib chiqdik, kiyinishni tavsiya qilaman. Rasululloh Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ayog'ini, izlarini ko'rdi videoda. Kelinglar. Mashalloh.
ichini ko'rishingiz mumkin. Subhanalloh. Masjidga chekir ketish. Subhanalloh. Kirishlikni maslahat beraman. Birinchisida ko'rib o'qiy olmaganim uchun bilmadim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning soqollari bor ekan bu yerda. Subhanalloh. Bu ikkinchi joy bo'ldi. İstanbul Manevi Fathi Akşemsuddin bizim avloddan ekan Sirojiddin Ahmad. Mehmet. Maşallah. 1953 İstanbul Derneği. O zaman zaten Ben hazır bir narsa xursand bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam soqollari bor ekan. var. O'sha soq ko'rib, men birinchi o'qiy olmadim. Var bir şey var. Yani kop mescitler diyen bir şeyde. Bormi? Mescitler diyen bir şeyde. Biz varıp efendime şey kılamış Ramazanlarda. Ha. Ziyaret kılıp onu görüp Topkapı'da ko'rdik endi. Şeyde var. Fatih Sultan Mehmet'te şeydi. Camisinin pastında bir cay var. Hatta var yani. Avaraman yani şu bugün Nasib bo'lsa Xudo xolasa. çıkamış. Subhanalloh. Ramazan günü çıkamış zaten. Kelishlikni tavsiya qilaman. Haqiqatan ichim g'alati bo'lib ketdi. Rasul Alloh rozi bo'lsin. Rasulim bilan jannatda birga qilsa barchamizni. Subhanalloh, bir g'alati bo'ldi. O'sha soqollarini ko'rish, endi kimga qanaqa bilmadim, lekin men boshqacha ketdim. Subhanalloh. Alloh. Jannatdan chiqib sayr qilishni mana go'zal manzaralar bor ekan. Tomosha qilganmiz. Chirinliklar, mayda-chuyda choy-poy nima qilishni mumkin. Mana chiroyli manzarali joy. Kelishga arziydi, maslahat qilaman. Katta pul ketmaydi. Agar siz Lalilikda bo'lsangiz ham, o'sha o'zbeklar ko'p borgan joy. Tramvayga chiqib, Aksaraydan Eminönümga tushib, Eminönümni u tarafiga o'tsalaring, baqa Ep Sultan tramvayiga ketadigan boshqa tramvayga chiqib, Ep Sultan bekatida tushib, ichkiga kirsanglar masjidda o'zi ko'rasizlar. 24 ming atiga Alloh alam, adashmasam shunaqa 45-46 lira, o'sha 12 mingdan bo'lganda ham 24 ming atrofida tushadi. Lekin arziydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sochlarini va ravzaga tegishli narsalar va sahoba Ayub Sultonni ham qabrlarini ziyorat qilib ketasizlar. Maslahat beraman, kelinglar. Alloh. Fatih Sultan Masjidi jamisi. Yani hovlisi juda keng ekan. İstanbulda ko'p jamilar, masjid bir-biriga o'xshab ketadi. Lekin tuzilishlari, nimalari har xil. Ba'zi ajoyibligi sahoratxonalar shunday tashqarilarda. Uni men ko'proq Topkapini bog'iga o'xshatdim, yurish joyiga. Jamilar buni Laliga kelganlar ko'pi biladi. Laliga yaqin keyin Fatih Sulton masjidini oldida yashaganlar ko'plar ko'p chiqqanlar. Süleymaniye'ga ham o'xshab ketar ekan bu masjid. Bitta kimi qabri bu? Fatih Sultanmi? İşte kabirler. Fatih Sultanmi? Hozirda biz Fatih Sultanning qabriga keldik. Fatih Sultan Muhammad II 1432-yil tug'ilib, 1481-yil vafot etgan. Usmonli imperiyasining 7-sultoni, dunyo tarixini o'zgartirgan buyuk sarkarda va davlat arbobi. Istanbul fathi 1453-yil 29-mayda
bor yo'g'i 21 yoshida Konstantinopolni, hozirgi Istanbulni zabt etgan. Bu voqea bilan Vizantiya imperiyasi barham topdi va o'rta asrlar yakunlanib, yangi davr boshlandi deb hisoblanadi. U turk, arab, fors, yunon, lotin va salvayn tillarini mukammal bilgan, ilm-fan va san'atga homiylik qilgan, imperiyaning qonuniy va ma'muriy tizimini isloh qilgan. Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan bir hadisni Fotih Sulton 12 yoshida eshitib qoladi. Unda Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Konstantinopol albatta fath etilajak. Uni fath etgan amir naqadar yaxshi amir, uni fath etgan qo'shin naqadar yaxshi qo'shindir deganlar. Bu hadisni eshitib o'z-o'ziga va'da beradi va shu ishni bajaradi. Fatih Sultan haqida ma'lum. Türkçesi bu, İngilizcesi. O yan Arapçası. Arab tilida, ingliz tilida, turk tilida ma'lumotlar shaklda yozilgan ekan. Beklar ekan, turistga qo'ygan uchun yopiq. Suleymaniyaga o'xshatdi. Arqa tarafi qabriston bilgan bo'lsiz. Istanbulga kelgandan keyin ziyorat qilgan joylardan biri ham Istanbulda fath qilgan inson Fotih Sulton qabrlari chiqishlarida qaysidir ma'noda Madina vaybini beradi. To'g'ri, o'shanga o'xshamas, lekin shunga yaqinroq kelgan. Biz kirgan taraf arqa tarafi juda katta ekan. Kirish. Ko'p sarhatlarini olgan. Kelinglar, ko'ringlar. Yok, Maslahat beraman. Tarixda faqat o'qib emas, ko'rib ham o'rganish kerak. Maslahat beraman. O'qigan o'qib qoladi, lekin ko'rolmaydi. Ko'rgan bo'lsa, haqiqatan o'z ko'zi bilan ko'rib biladi. Qanday bo'lgan, qanaqa bo'lgan, qaysi zamonda bo'lgan, shularni o'z ko'zi bilan ko'rish boshqa baribir. U aytgani o'zbekda gap bor bizda. 40 marta eshitganni 1 marta ko'rgan yaxshi. Shuni tarixda o'qish nimasi yaxshi, lekin uni ko'rib ham o'rganish yaxshi-da. Usmonlik davri shularda qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, qanday masjidlar bo'lgan, shuni ko'rish uchun kelishda maslahat qilaman. Mashalloh, juda go'zal. Shaytganli Sulton Ahmed aya Safiyalarga o'xshagan jami. Mashalloh. محمد عمر عثمان علي أبو بكر